biznes qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga zo'r joydan, lokatsiyasi zo'r joydan srochni 920 sotiladi. Bu videoni biznesmen akalarga, ya'ni imorat qilaman degan aka-ukalarga farqi yo'q, yokida mol, qo'y, firma qilaman degan akalarga ham tayyorlab qo'yamiz. Bu yerdan firma qilsalaring ham bo'ladi. Fundamentini solib turib yashasalaring ham bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, narxlari, hamma ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Akamizning ismlari Sherzod aka. Sherzod akam shu yerda, ya'ni egalari bo'ladi. Aka, yerni sotamiz, to'g'rimi aka? Sotamiz aka, yerni. Bu necha sotixlik yerimiz aka? Bu aka mana shu yerdan buyog'i 9 sotixlik yer aka. Mana shu yerdan, mana shu tarafdan buyog'i darvoza bedan bo'ladi. Ya'ni bu taraf sizga qoladi. Qoladi. Mana shu yerdan yog'i sotiladi, to'g'rimi? Sotiladi. Mana shu yerdan buyog'i sotilamay, darvoza uyimga kirishga bo'ladi bu yer. Aka, video boshiga sirazu aytdim, firma qilsalaring bo'ladi, misol mol xol qilsalaring bo'ladi dedim. Hech kimga xalaqit bermaydi. Xalaqit bermaydi. Biznes, mol, xol, parranda, qo'y, nima qilsa qiladi. Ishlab chiqarish ham qilsa bo'laveradi. Hech kimga xalaqit bermaydi aka. Aholimiz qanday aka? Aholi hamsalar chotka aka. Chotka. Problema bo'lmaydi. Problema bo'lmaydi. Yo'q, bu yerda dokumenti ham problema bo'lmaydi. Uyim bilan bitta aka. Bitta. Laykonlar faqat kelsa notariusdan o'tkazib tashlayman. Aka, manzilimizni sirazu aytamiz, Samarqand viloyat, Tayloq tuman. Qo'rg'oncha mahalla. Katta qishlog'i. Katta qishlog'i bo'ladi. Telegram va WhatsApp bor sizga. Telegram, WhatsApp, hamma narsa bor. Bo'ladi. Agar pramo shu yerda kelib ko'raman desalaring ham, lokatsiya tayyorlab beradilar, telegramlar bor ekan. Adashmasam pramo shu yerga kelsalaring bo'ladi. Keyin akamizning nomerini mana shu videomizning nomlanishiga qo'yamiz. Bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Faqat realni oladigan telefon qilsin. Realni olaykonlar telefon qilsin. Zo'r. Keyin aka qarang. Bu 9 sotuq yerimizda narxini ayting aka. Narxi aka $4000 sotig'i. Ya'ni olaykonlar bo'lsa kelishamiz. Ya'ni 36000 bo'lyapti, to'g'rimi? Kelishamiz yana. Yana realni olaman deganlar telefon qilsalar, xudo xolasa yana kelishadigan joyi bo'ladi. Maktab, bog'cha, hammasi yaqin. Hamma supermarket, hamma narsa yaqin. Aka, Qarasuv dam olayotgan joy 50 metr meni nimamda. 50 metrga o'zi dam oladigan joylar bor. Dam olayotgan joy Qarasuv o'tgan. Zo'r joy, lekin ko'rishingiz mumkin. Akalarimiz o'zlari shu yerda dehqonchilik qilib, yerlari yaxshi, ha? Zo'r aka. Suv, svet, gaz bez problema. Suv, svet, gaz bez problema. Bez problema aka. Hammasi nima bo'ladi? Dokumentlarga problema yo'q aka. Problema yo'q. Dokumentlarga problema yo'q. Наличие bo'ladigan odam, misol notariusga borib, pul beriladi, sirazu оформить bo'ladi. Aka, bu chegaramiz endi qayergacha bo'ladi? Shuni ham bitta ko'rsataylik. Mana. Aka, chegaramiz chegacha, bu yerda parnik qilaman deganlar, mana shu suv kirib, yoqdan chiqib aylanib ketayotgan devorning arkasiga ham yana men udobstvoni qilganman. Qayerdan bo'ladi aka? Mana chegara aka. Ya'ni mana shu yerdan chegaramiz tushadi, to'g'rimi? Mana shu yerdan chegara tushadi. Kimdir parnik qilaman desa ham bemalol suv kelib, yana devorning arkasidan chiqib ketayotgan joy ham bor. 1 metr tashaganman. O'zim uchun. Telefon qilsalaring Sherzod akam bemalol hamma ma'lumotlar berib o'tib ketadi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa birdan like bosamiz. Mana shunaqa yer uchastka o'qtar yurgan aka-uka qo'ni qarindoshlarimizga podelitsiya tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shunaqa foydali videolar chiqarib boraveramiz, birinchilardan ko'rishlaring mumkin.